Nimaiki hayotda, nimaiki maqsad qo'ysa, nimaiki u xohlasa, nimaiki u plan qilsa, ro'shqish bo'ladimi bu, komfort bo'ladimi bu u aslida baxt xohlayapti-ku. Aslida u xursandchilik xohlayapti-ku deb o'ylashini o'zi xatoda. Chunki baxt xohlayapti, xursandchilik xohlayapti, lekin o'ziga nima sovg'a qilyapti? Katta stressda ekanligini sovg'a qilyapti va uni ko'rmayotganligini sovg'a qilyapti-da. No, buni yechimi ham bor, конечно же. Ya'ni bu nima uchun shunday? Chunki inson o'zini na psixikasini taniydi, na o'zini hissini taniydi, na вообще o'zini tanimasligidan bu hamma narsa. O'zini tanimasligidan shu ahvolga o'zini tushirib qo'yishi. Ya'ni bu deganiki, o'zimni tanimayman. Boshqa insonni gapiga qanday kirasiz? U o'zini taniyotganmiki shunday deyotgan odam? Agar inson shu bilimni olsa, u o'zini tanigandan keyin u insonni gapirayotgan gapiga qarab kuladi. Chunki nimaga kuladi? Qaqqob ketyapsa insonlarni. Demak, qirilishga olib ketilinyapti. Qandaydir maqsadlar sari deb. Shuning uchun u inson bu ishni qilmaydi. Ya'ni u polza keltiryaptimi yoki yo'qmi? Demak, получается, insonlarni qirilib ketishi, ili misolchi kasalmand bo'lishi, ili o'ziga ishonmasligi, ya'ni o'ziga ishonch bu aynan sen maqsadga erishding degani emas. O'ziga ishonch bu deganiki, birinchi xavotiringni ko'r, вообще bu narsalarni tushun. Nima bu? Qayerdan bu? Nima uchun shunday ishlaydi? O'sha paytda inson qayergadir chopib ketayotgan insonni ko'rsa ham unga bu tegmaydi. U tushunadi. Hozir u juda ham yomon, og'ir ahvolda deydi.